Bu hodisa g'arb sivilizatsiyasining mahsuli bo'lsa-da, bu o'sha jamiyatlardagi odamlar ko'rayotgan bu narsalarini qabul qilyapti degani emas. Ya'ni, ular ushbu sivilizatsiya ichida yashashadi va unda erib ketishgan. Biroq insonda baribir oz bo'lsa-da, insoniy fitrat qoldiqlari qoladi. Biz hozir bilamizki, g'arb jamiyatlari, xususan Amerika jamiyati ikki qatlamga keskin bo'lingan. Birinchisi, dindan, ma'naviy, insoniy va axloqiy qadriyatlardan butunlay voz kechgan dinsiz liberallar deb ataluvchilar. Ikkinchisi, konservatorlar deb ataluvchi insonlar. Ehtimol, Amerika jamiyati g'arb jamiyatlari ichida eng ko'p qavs ichidagi dindorlarni o'zida jamlagan jamiyatdir. Albatta, ulardagi dindorlik tushunchasi bizning dindorlik tushunchamizdan farq qiladi. Biroq g'arb jamiyatining bir qismi borki, ular Amerika jamiyatining yarmidan ko'pini tashkil qilishi mumkin. Ularni ma'lum ma'noda dindor deb ta'riflashadi. Ya'ni, ular ma'lum miqdordagi ruhiy va axloqiy jihatlarni, diniy marosimlarni hamda o'zlarining qadriyatlarini saqlab qolishadi. Trump aynan mana shu tushunchalardan foydalanib, ularga tirmashib yopishdi. Avvalgi va hozirgi davrida hokimiyatga kelishga intildi. U nasroniylik tushunchalariga e'tibor qaratganida o'zini dindorlar davrasida ko'rdi va nasroniy cherkovlari guruhlariga, ayniqsa protestantlarga yaqin bo'lishni qasd qildi. U gender tengligi, LGBT yoki bizda noan'anaviy jinsiy yo'nalish vakillari deb ataluvchi g'oyani rad etishini e'lon qilganida, erkak va ayoldan boshqa jins bo'lishini inkor etdi va bu g'oyalarni amalga oshirish uchun qonunlarni qabul qildi va hokazo. Shuningdek, jinsni o'zgartirishni rag'batlantiruvchi qonunlarni rad etdi. Bularning barchasi shuni anglatadiki, Amerika jamiyatining bir toifasi borki, ular bunday amallardan bosh tortadi, undan jirkanadi va unga rozi bo'lmaydi. Shunday ekan, biz hozir Amerika jamiyati ichida jiddiy silkinishlar yaratadigan bir hodisa qarshisida turibmiz. Ilgari g'arb jamiyatlari prezidentning zino kabi xatosini, masalan, Bill Clinton voqeasidagi kabi kechirib yuboraverardi. O'sha paytda u Clinton avval yolg'on gapirdi, keyin tan oldi, yig'ladi va odamlardan uzr so'rab, "Ha, men xato qildim. Sizlarga yolg'on gapirdim. Levinskiy bilan ishqiy, hissiy aloqam bor edi", dedi va Amerika xalqi uni kechirdi. Chunki bu Amerikadagi mavjud urf-odatlardan, ya'ni normalardan biri edi. Ammo ish voyaga yetmaganlar bilan majburiy fohishabozlik savdosigacha yetib borsa va odamlar o'ldiriladigan rituallar, ya'ni marosimlar bo'lishi mumkinligi haqidagi xabarlar tarqalsa, biz hozircha odamlarni o'ldirish va ularning go'shtini yeyish haqidagi xabarlarning qanchalik aniq ekanligini bilmaymiz. Bu borada to'liq ishonch hosil qilish uchun ko'proq hujjatlarni kutmoqdamiz. Lekin har qanday holatda ham fosh bo'layotgan narsalar hatto g'arb jamiyatlari nazarida ham o'ta dahshatlidir.